Stress hayotingizni qiyinlashtiryaptimi? Unda buni albatta sinab ko'ring. 5-4-3-2-1 qoidasi sizni stressli holatdan saqlab qoladi. Uning foydalanish formulasi quyidagicha. Qo'l bilan ushlay oladigan 4 narsani sanang. Misol uchun kiyimingiz, cho'ntagingizdagi telefon yoki yaqindagi biror buyum. Undan keyin esa eshitayotgan 3 ta narsangizni sanang. Masalan, qushlar sayrashi, uzoqdagi mashinalar shovqini yoki o'z nafas olishingiz. Bundan keyin esa sizga hidi sezilayotgan 2 narsani sanang. Masalan, kofe hidi, toza havo yoki qovun ifori. Eng so'ngida siz og'zingizdagi ta'mni anglang. Misol uchun saqich, bir qultum suv yoki o'z og'zingiz ta'mi. Sekin bajaring. Har bir bosqichdan oldin chuqur nafas oling. Bu sizdan 1-2 daqiqa oladi xolos. O'zingizga yoqmaydigan ovozingizni 5 kun ichida chiroyli va ta'sirli qilishni xohlasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring hamda direktingizni tekshiring.